Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tilshunoslik nazariyasi fanining ixlosmandlari. Bugungi navbatdagi mavzumiz struktur tilshunoslik va u bilan bog'liq bo'lgan tadqiqot metodlariga bag'ishlanadi. Bizga ma'lumki, tilshunoslikda psixologik yo'nalish, komparativist yo'nalish kabi bir qancha yo'nalishlar mavjud va bu yo'nalishlar o'zlarining vazifasi, tadqiqot obyekti bilan bir-biridan farq qiladi. Xususan, psixologizm yo'nalishida insonning psixikasi va uning tili, nutqi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik o'rganilsa, komparativistikada esa bir qancha tillarning bir-biri bilan bog'liq munosabatlari va ular o'rtasidagi bog'liqlar o'rganiladi. Shu jihatdan strukturalizm esa o'zining struktural lingvistika deb atalgan dastlabki shakllanish iboralari bilan dunyo yuzini ko'rdi. Strukturalizm, xususan struktural lingvistika 20-asrning 20-yillarning oxirrog'ida, ya'ni 1926-yilda yuzaga kelib, hozirgi zamon tilshunosligining o'ziga xos yetakchi oqimlaridan, yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu tilshunoslik til strukturasini, ya'ni qurilishini til nazariyasining asosi deb belgilaydi va asosi deb o'zining tadqiqot obyekti sifatida qaraydi. Struktural lingvistika tilni ishoralar, ya'ni belgilar sistemasi sifatida o'rganadi va uning shartli belgili xususiyati bilangina qiziqadi. U tildagi belgilarning munosabatlari, oppozitsiyalari, ya'ni qarama-qarshiliklari yoki funksiyalariga, vazifalariga alohida e'tibor berganidan til birliklaridan biri mavjud bo'lgani uchungina boshqasi mavjuddir degan fikrlarni ilgari suradi va mana shu tarzda o'zining tadqiqot obyektini olib boradi. Strukturalizm atamasi va tushunchasi dastlab golland faylasufi Boasning 1939-yilda nashr qilingan maqolasida tilga olingan bo'lib, u tilni belgilar sistemasi sifatida o'rganuvchi, tilshunoslikning asosiy komponentlari fonetika, grammatika, leksika o'rtasidagi o'zaro bog'lanish va munosabatlarni tekshiruvchi, tilning tuzilishi to'g'risidagi ta'limot deb hisoblaydi. Bu aslida Ferdinand de Saussure tomonidan bildirilgan g'oya asosida yuzaga kelgan lingvistik yo'nalishdir. Shu bilan birgalikda strukturalizm yo'nalishining o'ziga xos umumiy xususiyatlari bor va bu umumiy xususiyatlar bu yo'nalishning jamiki maktablari uchun eng muhim birlamchi xususiyatlardan hisoblanadi. Birinchisi, til belgi, ya'ni semiotik tizim ekanligi. Bunda tilning tuzilishi pog'onali, unda har bir belgi mavjud strukturaning ichki munosabati ekanligi aniqlanadi. Ikkinchisi, tilning asosiy birliklari, fonema va morfemalar. Ular o'rtasidagi paradigmatik va sintagmatik munosabatlar til birliklarining asosiy tuzilish shakllari hisoblanadi. Uchinchisi, tilni o'rganishda diaxronik metodlarga qaraganda sinxronik tavsif metodlarining afzalroq ekanligi va to'rtinchisi, til birligi tarkibini lingvistik tavsif qilishda lingvistik tadqiqotlarning birinchi planga chiqishi va bularning hammasi lingvistik tadqiqotlar borasida ishlar olib borilganligidan dalolat beradi. Struktural lingvistika o'zaro munosabatlardan mustaqil ravishdagi materiyaning yoki reallikning bo'linishini inkor qiladi. Shunga ko'ra, lingvistik birliklar munosabatlar orqali belgilanishi lozimligi qayd etiladi. Vaholanki, lingvistik birliklar birlamchi bo'lib, ular orasidagi munosabat shu birliklar mavjud bo'lgani uchungina mavjuddir. Strukturalizm g'oyalari asosida strukturaviy, ya'ni formal grammatika yuzaga keladi. Mashina tarjimasi bilan bog'liq masalalar kun tartibiga olib chiqiladi va ma'lum darajada o'z yechimini topadi. Hozirgi davrda strukturalizmning asosiy maktablari 3 ta bo'lib, ular Praga strukturalizmi, Amerika strukturalizmi va Kopengagen strukturalizmi nomi bilan ataladi. Praga strukturalizmi. Bu strukturalizm maktabi 1926-yilda Chexoslovakiyaning poytaxti Praga shahrida tashkil topdi. Ayni strukturalizm umumiy tilshunoslikda funksional lingvistika nomi bilan ham yuritiladi.
Ushbu maktabning funksional lingvistika deb atalishi asosida til birliklarining har biri muayyan funksiyaga egaligi, ularning tilda va nutqda muayyan vazifani bajarish g'oyasi yotganligi bilan izohlanadi. Strukturalizmning dastlabki qarashlari Praga lingvistik to'garagi tomonidan tashkil qilingan 1929-yildan mustaqil oqim sifatida rivojlanib, o'z qarashlarini 10 yil mobaynida muntazam nashr qilingan Praga lingvistik to'garagining asarlarida ifoda etilgan. Bu maktab 20-asrning 30-yillarida gullab yashnaydi. Ammo 20-asrning 40-yillariga kelib, uning faoliyati pasayadi va 1953-yilda tashkiliy jihatdan tarqab ketadi. Biroq ushbu maktabning g'oyalari jahon lingvistikasiga katta ta'sir qildi va hozirgi kunda ham ta'sir qilib kelmoqda. Uning yetakchi namoyandalari chex tilshunoslari William Mathezius 1882-1945-yillarda yashab ijod etgan, Garvard universiteti professorlari Roman Asiyevich Yakobson, rus tilshunosi, slavyanist va fonolog Nikolay Sergeyevich Trubetskiylar bo'lganlar. Praga lingvistik maktabi ta'limoti o'ziga xos bo'lgan bir qancha nazariya va g'oyalarni ilgari surgan va bu maktabning asosiy g'oyalari quyidagilardir. Tilshunoslik o'z obyektiga ega bo'lgan mustaqil fan. Haqiqatan har qanday fanning o'rganish obyekti va predmeti bo'lganidek, tilshunoslikning ham o'ziga xos obyekti bo'lgan va bu fanning obyekti esa dunyodagi jamiki tillardir. Ikkinchisi, tilning sistema ekanligi. Ya'ni til tizim sifatida o'ziga xos bo'lgan bir qancha vazifalarni va yaxlit holda bo'lgan bir qancha jihatlarni o'z ichiga oladi. Uchinchisi, tilning funksional sistema ekanligi. Bu ham aynan tillarning bajarish vazifasi nuqtai nazaridan yaxlit bitta tizimga solinganligini anglatadi. Fonologiyaning nazariy fonologiyaga bog'liqligi. Chunki har qanday jamiyatda har qanday tilning eng kichik birligi sifatida fon tashkil qiladi va fon har bir tildagi tovushlarning ramziy simvolga egaligini bildiradi. Sinxroniya va diaxroniya, ya'ni tillarning o'rganishning hozirgi zamon bilan va tarixiylik nuqtai nazaridan o'rganish lozimligi haqidagi nazariyalarni ilgari suradi. Til belgisi bo'lgan so'z uning mustaqil birlik ekanligi, ya'ni so'zning nominativ funksiya bajarilishi. Har qanday belgiga ega bo'lgan so'z mustaqil birlik sifatida bir qancha funksiyalarni va uning eng asosiy vazifalaridan bittasi nominativ, ya'ni atash vazifasiga ega ekanligini bildiradi. Til muayyan maqsadga yo'naltirilgan ifoda vositalar sistemasidir. Haqiqatan har qanday inson o'zining tili va nutqi orqali muayyan bir maqsadni ko'zlagan holda ifoda etadi va bu ifoda vositalarini mana shu maqsadga qarab yo'naltira oladi. Ikkinchi strukturalizm maktablaridan biri bu Amerika strukturalizmi hisoblanadi. Amerika strukturalizmi 20-asrning 20-30-yillarida ushbu mamlakat mahalliy aholisining, ya'ni indeyslarning tilini o'rganish natijasida maydonga keldi. Ushbu strukturalizm til hodisalarini, birliklarini tahlil qilish metodiga, ya'ni deskriptiv, tasviriy metodga ko'ra deskriptiv tilshunoslik deb ham yuritiladi. Bu maktabning asoschisi amerikalik mashhur etnograf, antropolog va tilshunos olim Franz Boasdir. Franz Boas Amerika mahalliy aholisi, ya'ni indeyslar tilining tasviriy grammatikasiga bag'ishlangan asarlarida barcha tillarni tasvirlashning yagona prinsipini inkor qilishga va aniq tilning o'z mantiqi asosida tilning ichidan induksiya, xususiy hodisalardan umumiy qoidalar yaratish yo'li bilan tasvirlashga chaqiradi. Franz Boas boshlab bergan tadqiqot ishlarini bir-biridan farqli yo'nalishlarda Edward Sepper va Leonard Bloomfieldlar davom ettirishadi. Edward Sepper
1884-1939 yashab o'zining faoliyatini olib borgan. U o'z tadqiqotlarida til va madaniyat, til va tafakkur munosabati, bog'liqligi masalalari bilan keng miqyosda shug'ullandi. Shunga ko'ra u etnolingvistikaga asos soldi. Edward Seferning tadqiqotlari hozirgi zamonaviy tilshunoslikda o'ziga xos o'rni va roliga ega bo'ldi. Xususan, til va madaniyatning uyg'unligi tushunchasi hozirgi vaqtda lingva-kulturologiya fanining rivojlanishiga, tarkib topishiga asos bo'ldi. Chunki tilni o'rganish jarayonida, tildan foydalanish jarayonida uning madaniyati bilan qiziqish, madaniyatiga daxldor bo'lgan har qanday faktlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlar yuzaga kela boshladi. Leonard Bloomfieldning g'oyalari o'ziga xos boshqa yo'nalishda davom ettirdi. Ya'ni Leonard Bloomfield bovasining g'oyalarini o'ziga xos tarzda davom ettirishga harakat qildi. Ya'ni u deskriptiv tilshunoslikka asos soldi. Edward Sefer va uning izdoshlari ta'limotidagi muhim g'oya shundaki, har bir tilning o'ziga xos modeli, moddiy va ideal modeli bo'lib, til modeli ijtimoiy madaniy model bilan bog'langandir. Tilning grammatik va leksik xususiyatlari shu madaniyat uchun xos bo'lgan xatti-harakatga mosdir. Bunga misol tariqasida Navoiy tilida dunyo doimo harakatda deb tushunganligi uchun predmet nomi fe'l bilan birga harakatga qo'shib anglatiladi. Chunki bu tilda dunyoni har doim harakatda bo'lib turuvchi materiya sifatida baholashadi. Deskriptiv lingvistika ayrim til birliklarining bir-biriga nisbatan joylashish tartibini yoki ularning tarqalish, ya'ni distributsiya munosabatini tasvirlovchi fandir. Mana shunday usul bilan tilni tahlil qilish deskriptiv metod deyiladi. Deskriptiv metod matnni eng ixcham va tugal ifoda qilishni talab qiladigan tasvirlash metodidir. Deskriptiv metodning asosini esa distributsiya tushunchasi tashkil qiladi. Xo'sh, bu yerda distributsiya tushunchasiga biroz izoh berib o'tsak. Distributsiya bu ma'lum til birligi qo'llanishi mumkin bo'lgan va qo'llanishi mumkin bo'lmagan doiralar, ya'ni kontekstlar yig'indisidir. Ya'ni gap qismlarining bir-biriga nisbatan joylashishi asosida til birligining o'rni, tartibi, birikishi kabi xususiyatlaridir. Til birliklarining distributsiyasi fonema uchun ma'lum fonemaning oldidan va ketidan kiradigan fonemalardir. Morfema uchun esa morfemadan oldin va keyin kiradigan morfemalardir. Amerika strukturalistlari tilga belgilar sistemasi sifatida qaraydilar. Anig'i ular tilni nutqda qo'llanuvchi tovushlar, ularning jami, ya'ni kompleks sifatida tushunadilar. Ayni vaqtda ular tilda faqat tovushni emas, balki ma'noni ham farqlaydilar. Bundan tildagi muhim narsa tovush va ma'no ekanligi g'oyasi kelib chiqadi. Shunga ko'ra, strukturalistlar tilning tovush jihatini ifoda, ma'no jihatini esa mazmun deb belgilaydilar. Tovush va ma'no o'zaro bog'liqlikda olinadi. Ma'lumki, tovush yoki fonemaning eng muhim jihati uning ma'noni farqlash xususiyatidir. Amerika strukturalistlari til belgisida tovush va ma'no munosabati masalasida Ferdinand de Saussure'ning har bir til belgisi ikki tomonga, ifodalovchi va ifodalanuvchiga, ifoda va mazmunga egaligi fikriga asoslanib uni rivojlantiradilar. Ular, ya'ni Bloomfield va uning izdoshlari Charles Fries, Pike, Harris va boshqalar ushbu g'oyaga munosabati jihatidan ikki guruhga, mentalistlar va mexanistlarga bo'linadilar. So'zlarning ma'noni hisobga olmaslik mumkin emas, deydilar. Ya'ni ularning fikricha so'zdagi ma'nolar, mazmun, ifodalanuvchini aniqlash eng asosiy xususiyatlardan hisoblanadi. Mexanistlar esa Bloomfieldning shogirdi Harris boshchiligida tilni ma'noga, mazmunga e'tibor bermagan holda to'liq tasvirlash, tahlil qilish mumkin degan g'oyalarni ilgari suradilar. Amerika deskriptivistlari
muvaffaqiyatsizlikka, omadsizlikka uchragan bo'lsalar ham bir qator g'oyalarni ilgari surganliklari bilan ma'lum bir ahamiyatga ham sazovordirlar. Masalan, fonemalarning analizi, intonatsiya, urg'u, ton, pauza kabi sohalarda, tilning fonologik modelini yaratishda, morfemalarning analizida, morfemalarning tiplarini aniqlashda ular anchagina foydali ishlar qildilar. Ularning lisoniy tahlilining boshlang'ich vaqtida til formasiga asoslanish, tasvirlashni, tahlilni dastlab shundan boshlash, muayyan tildagi qismlarga ajratishning barcha shakllari va birikish turlarini mukammal va to'liq o'rganish kabi fikrlari ham e'tiborga loyiqdir. Ularda tilning ma'no tomonini hisobga olmaslik, inson tilini hayvonlarning signallariga tenglashtirish, tilning obyektiv borliqqa bog'liq ekanligini inkor qilish kabi noto'g'ri qarashlar ham uchrab turadi. 3-strukturalizm maktabi bu Kopengagen strukturalizm maktabi hisoblanadi. Bu maktab 20-asrda 30-yillarning boshlarida Daniyada tashkil topdi. Tilshunoslikdagi bu yo'nalish glossematika deb ham ataladi. Kopengagen strukturalizmining asoschisi Yelmsev bo'lib, o'zi yaratgan maktabga 1936-yilda glossematika nomini beradi. Bu bilan olim tilga, til hodisalariga avvalgi tilshunosliklardan farqli yangicha nuqtai nazardan yondashayotganligini alohida qayd etadi. Glossematika nima? Glossematika bu lotincha so'z bo'lib, glossa til va sematika ma'no, ya'ni tilning ma'nosini ochib beruvchi degan mazmunni ifodalaydi. Kopengagen strukturalizmining, ya'ni glossematikaning nazariy asoslari Yelmslevning umumiy grammatika prinsiplari. Bu asar 1928-yilda nashr etilgan. Kelishik kategoriyasi, til va nutq va ayniqsa 1943-yilda nashrdan chiqqan lingvistik nazariya asoslari kabi asarlarida bayon qilinadi. Daniyalik Bryondal va Uldallar ham glossematika maktabining vakillari hisoblanadi. Glossematiklarda til sinxron, hozirgi bir davrdagi sof munosabatlarning mavhum sistemasi sifatida beriladi. Bunda har bir aniq tilning o'ziga xosligi, xususiyatlari inkor qilinadi. Ular tilshunos tilning real elementlari orasidagi o'zaro munosabatni emas, balki tildagi zamon va makon chegarasi bo'lmagan munosabatlar strukturasigina tekshirish lozim degan universal ta'limotni yaratmoqchi bo'ladilar. Ularning fikriga ko'ra, til sxema, norma va uzusdan tashkil topgan. Sxema nima? Til sxemasi o'zining ijtimoiy amalga oshishiga va moddiy voqealanishiga bog'liq bo'lmagan alohida sof formadir. Norma esa muayyan ijtimoiy reallashishga ko'ra aniqlanuvchi, ammo batafsil bayon qilinishiga bog'liq bo'lmagan moddiy formadir. Uzus muayyan ijtimoiy jamoada qabul qilingan va kuzatilayotgan voqelikdagi faktlar bilan aniqlanuvchi malakalarning jamidir. Louis Yelmslev konkret individual nutq aktining til uzusi bilan yaqindan zich aloqada ekanligini, uning til uzusi bilan tilning moddiy jihatini tashkil qilishni alohida qayd etadi. Glossematiklarning g'oyaviy rahbari Louis Yelmslev Ferdinand de Saussure ta'limotidagi ifodalanuvchi va ifodalovchi antinomiyasini, ushbu terminlarni mazmun plani va ifoda plani terminlar bilan almashtiradi. Strukturalizm maktablari, ya'ni yuqorida aytib o'tgan strukturalizm maktablarining umumiy jihatlari bor. Bu umumiy jihatlari quyidagilardan iborat. Birinchisi, til struktura bo'lib, o'zaro bog'liq bo'lgan va bir-birini taqozo qiladigan elementlarining murakkab sistemasidir. Haqiqatan, garchi Yevropaning har 3 tarafida mavjud bo'lgan strukturalizm maktablari 3 xil jihatdan tilni tasvirlashni asosiy maqsad qilib qo'ygan bo'lsa ham, lekin tilning strukturasi va bir-biriga bog'liq bo'lgan elementlarning murakkab sistemasi ekanligini qayd etishadi.
Ikkinchisi, ularning fikricha til diaxronik aspektdan ko'ra ko'proq sinxronik aspektda o'rganilishi lozim ekanligi. Uchinchisi, tilni o'rganish munosabatlar sistemasi bo'lgan tilning shakliga asoslanishi kerak ekanligi. To'rtinchisi, tilshunoslik aniq fanlar qatoridan o'rin olishi kerak degan fikrlarni ilgari surishadi. Ya'ni ularning fikricha tilshunoslik ijtimoiy fan emas, balki u o'zining aniq yo'nalishiga, aniq o'rganish obyektiga ega bo'lganligi uchun aniq fanlar qatoridan o'rin olishi shart va joiz ekanligini bildiradi. Shunday qilib, strukturalizm paydo bo'lishi bilan tilshunoslik fanning ideal obyekti til, forma va struktura deb ta'riflana boshlanadi. Xulosa shuki, strukturalizm maktablari Praga strukturalizmi, ya'ni funksional tilshunoslik, Amerika strukturalizmi, deskriptiv tilshunoslik va Kopengagen strukturalizmi, klassematika bir-biridan tashkil topgan joy nomiga, tilni struktural hodisa sifatida olib, uni tuzilishiga ko'ra tahlil qilishda qo'llaniladigan metodlarga, lisoniy hodisalarga qaysi nuqtai nazardan yondashga ko'ra o'zaro farqlanadi. Ayni vaqtda struktural tilshunoslik maktablari eng asosiy, eng muhim nuqtalarda umumiy g'oyalarga ko'ra o'zaro birlashadilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.